boy aka, shu mashinani bitta ko'rib olmasangiz bo'lmaydi. Endi baribir plyus ko'pku olib qo'yavering, foydasi bor. Mashinamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan. 28 ming probegda. Na propan, na metanda hidini hidlamagan ekan. Mashinani qarang, 17 dyumli spesial diskalar taqib qo'yishgan ekan, yangi baloni bilan. Mashinamiz bitta yuvib olish kerak bo'ldi. Bitta yuvilsa ochiladi. 2024 kraskasiga keladigan bo'lsak, qalbingiz kabi top-toza ekanda. Mashinani qarang. Trassani Corolla bo'ladi-yu bu Cobalt. Avtomat korobka, gaz pas qo'yilmagan, ABS bor, diskasi bor, mafoni bor. Xullas, har balasi bor ekan. Orqalariga spoilerchani yopishtirib qo'yishganini qarang buni. Yoshligimizda biz ham shunaqa yopishtirib yurardik, chiroyli qilib, navratga qiziqqan paytlarimiz. Xo'p, mashinamizning holati yaxshi ekan, inshaalloh tayyor olasiz. Yangi mashinada endi bu. Chexollarni, poliklarni taqib qo'yishgan ekan. Endi boru shumkasini qarang. Mana bu qarang. Ko'ryapsizmi, orqa krilosi, orqa bagaji. Keling, yaqinroq keling. Mana krilo, eshik, tomi. Qarang, oldi kriloda. Oldi krilosigacha bor ekan, Salonni bitta ko'rib oling, qarang. Yangi bo'lib turibdi. Kruz kontrollargacha uстановка qilib qo'yilgan ekan. Video registratorlari ham bor ekan. Kapotidachi. Kapotida lekin yo'q ekan. Kapotni uncha-munchasi qildirmaydi. Sababi motor issiqligi chiqib turib bor, hid chiqarib yuboradi. O'shaning uchun kapot qilmaydi. Lekin kapotdan tashqari hamma joyi tarpetkani ichigacha shumka bo'lib olgan ekan. Shu mashinamizni siz uchun boy aka 11.700 dollarga qo'yib beramiz. 28 ming probegda 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Hozir mana qish mavsumi kirib kelyapti. Gaz zapravkalar yopiladi. Tayyor benzinda-da, benzinni shunda qo'yasiz, maza qilib yurib yuboradigan joyi. 11.700 dollarga 2024 kraskasi toza Cobaltni bosib olishingiz mumkin bo'ladi.